O gaplarni anglagan So'rinning kallasi tuyuqsiz ichilib ketadi. So desene. Asli meni badaningiz puraydi deb yaqinlashmoqda-da. So'rin maldagi bekorlik suvda badanni bir qo'r chayqib etgandan keyin uyga pokiz bo'lib kirdi. Mana haqiqatan pokiz erning puraqi boshqacha deb ayoli boshqacha yasinib tamoqlarni etib tayyor qilib qo'ygan edi. Bu ishlardan ta'sirlangan So'rin qiynotisining jasad guli qochilangan qochini elib xo'shal kayfiyatda xizmatga boradi. Mana ayol kishini xo'sh qiladi, kishining mozlig'i, kishiga bek yoqadi, ayol kishining nozlig'i degandek ayolning bu o'zgarishlari So'ringa bek yoqdi. Shu kundan boshlab So'rin xo'shal kayfiyatga cho'midi. Kunda naqshi etib, usul o'ynab, ko'ch-ko'ylarga chiqadi. Oyna So'rin, oyna. So'rinda o'ynamagan usulingni ko'ch-ko'ylarda o'yna. Xohlasang Vangbada o'yna, Dibada o'yna. Meni desang Mayyobada o'yna, Shixobada o'yna. Lekin bizning mahallada bundaq o'ynagan bo'lsang, bu chaqchi doktorxonada ko'ratding o'zingni. Uyga qaytgan So'rin karvatining pokizlanib ketganligini ko'rib, "Voy, bu karvat shikoyatini ko'tara olami?" deb ustiga chiqib, to'q-puti bilan dassab meynat qiladi. Shundoq kunlarning birsida Tani yo'lda ketib usul tarbiyalash to'g'riliq bir e'lonni ko'rib qoladi. Hamda So'ringa "Ey, mening bu usul o'rgangan batdi, men bu badallarimni to'lg'ab haqlar bilan surkishib o'ynay" degan deydi. Muhabbat ishqida kuyayotgan So'rin xotini nima desa ha deydi albatta. So'rin o'zining eng yaqin satirish oxingisi Moltoq degan yo'lni izlab berib, "Mening bu bak fashion bo'g'im batdi" deydi. Vi adaş, o da minzi toğur çakıra, o da minzi Tony diginem da. İkinci adaş, tay gavşinli diginem o. Ni şişan olsan çok ara şeygov gitse adaş, men üzen bir kulluk fashion kıytım digine qara. Mana dostum Moltoq degan yo'lning yuqur texnikasi ostida So'rin o'ngishli holda uzun yillik Gorozdan bir tip qo'noqqa o'zgardi. Satrashxondan chiqqan So'rin Uddullu maktabga kelib tizimildi. Hamda bu yerda intoyin jiqshin zayliq qizlarning borlig'ini ko'rib, o'diqib qisqishpaqadek minib ketdi. Maktabda muallimlar nomer taqib o'tadi. Qiziqlar bo'lsa, mushu nomerga asosan juplashib usul o'ynaydi, jup bo'lib usul o'ynaydi. O'ylamagan yerdan So'rinning nomeri ayoli bilan o'xshash chiqib qoldi. Oh my god, ssenariyni yozsang, mushta yozsang, bo'lmasa uyingga qaytib opangni boqsang degan naqmish bo'ldi-da. So'rinning ayoli uzun yillik qarqarg'uz bo'lib, ko'zanak taqib olgan erini taniyolmadi. Yaxshimisiz? Men ismim Taj. İsmingiz nima? Oh my baby. Mening ismim Sharlxon deb atsangiz bo'ladi. Sharlxon. o'ngishli holda ama ayoli bilan tanishib olgan So'rin xo'shal oldi Moltoq degan yo'lni izlab keladi. Canım adaş, ben muhabbetleştim. Üzemden ayağlı bile. Sen düşünemsen onda hissiyatını. Ahi tumi hu yahu ben diyen hissiyatını düşünemsen. Düşüneme adaş. Benim bu burunqı jigittim. Burunqı muhabbetim. Sendeki şey burutluk diye adaş. Ben mi düşüneme? Shu kundan boshlab So'rin kunduz Sharlxon deb yasinib ayolning yili usul o'rgangani bordi. Hamda ayoliga bezlik qilib, shoshlik qilib, kunda ayolning kayliga kirib olib, Tonining ko'nglida o'lab ketgan shu ko'ni datlashgan motorni qaytadan o'taltirdi. Ular ta'linadi. Usul o'ynab ta'linadi. Chiliq yo'l bo'ladi. Yomg'irda qilib chiliq yo'l bo'ladi. Moshundaq muhim bosqichlarni ko'zdan kechirgandan keyin Sharlxon Tonining ko'nglidan cho'nqur o'rin oladi. Tani ko'zini ossimi Sharlxon, shumsimi Sharlxon? Sharlxon desa o'lib ketadigan bo'ladi. Danshin yigitlar bu usullarni o'rganib olgan.